nemis tili. Hop, endi men nemis tilini ingliz tilichalik bilib olmayman-u, shu bir где-то bir oliy tabaqali filologik dotsent bo'lsa kerak uruvinim nemis tilida. To'g'risi, ingliz tili o'qiyotgan bolalar nemis tiliga vashi yaqinlashmay qolganlar, men maslahat bermayman. Chunki nemis tili qanday tashkil topgan til, bilasizlarmi? Mana yer yuzidagi hamma so'zlar to'plab turib, eng xuniylarini olib bitta til qilishgan, tushunyapsizlarmi? U yerda misol kimdir sizni maqtayotgan bo'lsa ham so'kish eshitayotgandek turaverasiz u tilda, to'g'risi. Ali desa, mana shu odobli degani, tushunyapsizlarmi? U tashnaqa bu yaxshi so'zlar yo'q. Mana tasavvur qilinglarda, Lubo, mana men seni sevaman bor, to'g'rimi? Seni men sevaman, o'zgarmaydi. Ya люблю тебя. Тебя я люблю. O'zgarmaydi. Lekin nemis tilida men misol yurtim senga she'r bitdim buyundi tarjimasida bitta so'zni o'ndan almashib olsin-da, u qamalib ketasizlar уже. Vatanxon sen nimaga Yaponiyani, Germaniyadan ko'ra ko'proq maqtayapsan deyish beraveradi. U shuning uchun